Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli körürmeler. Haftalık haber analizi programımızı görüşünlerine karşıladığımız ben Abdullah Yalqun. Qadirli körürmelerimiz bugün 2026 yılı 20. iyun şembe. Her şembe günü bir hafta jarayonida vatanimiz Sharq Turkiston ve dünya kun tartibidagi eng muhim haberlarni qisqa analiz qilgan shaklda huzurunuzga sunib kelyapmiz. Qanundaqda oldi bilan bu haftadagi haberlarimizning mavzulariga ko'z yuritib o'taylik. Qorçaq amaldar Sharq Turkistondagi diniy bostirishni kuchaytirishni ta'kidladi. Amerika bilan Iran kelishim hosil qildi. Xi Jinping va Xitoy Kompartiyasi ayblangan qaror loyihasi ma'qullandi. Malayziyadagi xalqaro yig'inda Sharq Turkiston masalasi kun tartibga keltirildi. Bu va bundan boshqa bir qancha xabarlarimiz bo'ladi. Qanundaqda birinchi xabardan boshlab ko'rib o'taylik. Qorçaq amaldar Sharq Turkistondagi diniy bostirishni kuchaytirishni ta'kidladi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta Xitoy tajovuzchilarining vatanimizdagi mayli bu olsun va bundan boshqa butun qorçaq amaldorlarning hammasi yillardan buyon har doim ta'kidlab kelayotgan safsatalarni bu qatim atalmış Uyg'ur Abnumralik siyosiy kengashining raisi Nurlan Abilmajin qayta ta'kidlagan bo'ldi. Har doim biz anlab ko'nglimiz elishib kelayotgan iboralar hammasi. Bu Nurlan Abilmajin bir guruhini boshlab bu qatim Ürümçi, Şixanza, Qutubi, Sanji qatorliq shahar nahiylarga berib atalmış nimani qilyapti desa, dinni xitoychilashtirishni sistemalik olg'i siljitishni alohida tilga olgan. Ya acaba bu so'zlarni anglagan inson taqa xuddi hozirgi ahvol qanday bir vaziyatni har birimiz chet elda turib his qilyapmiz, xalqimiz iliklarigacha his qilyapti bu narsani. Ashunda bir vaziyatda yana nomussizlarcha bu iboralarni ishlatalayapti. Ya bir inson bu ibodatxonalarda, jamilarda, masjidlarda emas, ko'chada bir-birisining o'zining do'stlariga assalomu alaykum deyolmaydigan darajada bir vaziyatda turayotgan vatanning bu shaharlarga, yezlarga berib dinni xitoychilashtirishni sistemalik olg'i siljitish, bu iboralarni tilga ola olish, buni sizlarning naqadar qaysi darajada haddidan eshiyotganligini ochiq ko'z tutmas kerak. Hem bundan keyin bu diniy bostirish jinoyatininki izchil davomlashadiganligining aniq bir ishorati hamda bu. Albatta buni Xitoy tashviqot vositalarininki aloqador xabarlarda berildi bu xabarlar. Nurlan Abilmajin tekshirish jarayonida dinga e'tiqod qilgan ommani partiyaning gapini anglash, partiyadan minnatdor bo'lish, partiyaga ergishib minishga yetaklash, partiya va hukumat atrofiga mahkam uyushtirish qatorliq terror siyosati iboralarini qaytadan ta'kidlagan. Nurlan Abilmajin yana diniy zotlar va dinga e'tiqod qilgan ommaning atalmış 5 ni qalbdan e'tirof qilishni uzluksiz kuchaytirish, dinning Xitoy an'anaviy madaniyatiga yo'g'irilishiga turtki bo'lish, din sohasidagilarning diniy aqida, diniy qoida, boshqarish tuzumi, qoida usul, urf-odat, harakat qoidasi qatorliq jihatlarda Xitoycha alohidalikni namoyon qilish qatorliq iboralarni ishlatib bildirdi bu maxluq. Yani yuqorida so'zlangan hamma narsani aminatda qilib bo'lding yani. Ama to'xtamay buni izchil ta'kidlayotsan. Bashni qalbdan e'tirof qilish. Hiçbir xalqimiz asla sana setilganlardan boshqasi e'tirof qilmaydi va qilmay kelayotganligi uchun shuncha vala temir tapanning ostida ezilayotgan xalqimiz sana baş egmaganligi uchun shuning uchun eritamaganligi uchun bu iboralarni tekrar qilishga majbur bo'lyapti aslida. Xitoy rejimi yuqorqi terror siyosiy iboralarini yillardan buyon albatta izchil ta'kidlab kelayotgan safsatalardan iborat qo'yiladi. Bularni har qatim shunda mayli bu olsun veya boshqa butun amaldorlari vatanimizning har qanday bir shahar yezlariga borsa o'xshash tahdidlagan shaklda xalqqa buni davomli holatda tilga ilib mushuni ezib uchirishga tirishyapti. Bundan keyin albatta bunga o'xshash ziyoratlarninki, bu iboralar so'zlarninki bu jinoyatning bostirishdan iborat. Xitoyning bostirish irqiy qirg'inchilik jinoyatining izchil davomlashadiganligini ko'rsatib beradigan bir
sözler elbette bu. Ama lekin ziyaretine en dikkat tartkan noktası olsa bu kadar Nurlan Abilmajid'nin tekşürüş jarayonida Budda ibadetxonalarını ziyaret kılıp bu şu mesela şu görünüştükidek atalmış bu sözde bu ziyarette en dikkat tartılan cümle atalmış Budda dininin Şinjan'daki tarihi varislik kılışını ta'kidleşi en dikkat tartılan nokta bu. Sen nimeni samanın aslında bir yerden nimeni işaret kılmakçısan bir yerde. Yani bu milletin İslam'dan ibaret bir nesne emniyette görünüştün mü yok buldan bir yerde numussuzlarca Budda dininin Şinjan'daki tarihi varislik kılıp bunu bir tekembek küçeytimiz diyen bir işaret bir nimene vermekçi muhtay bir yerde. Yani Nurlan Abilmajid'nin tili bilendik. Bunun digizde bu sözlerini. Hakikaten bu necis komünistlerin ki vatanımızda kandak işplas planlarını kılıvatkanlıqını eniq körüp alayımız bundan. Hoş, yana bir haberimiz kelsek. Amerika bilen İran kelişim hasıl kıldı. Kadirli görürmelerimiz elbette şu 107 gün boğa vaxtıda kelişim hasıl kıldı. Biz başlanğandan tartib əməliyyatda Amerika, İsrail, İran uruşu dünyaya qandaq dünyanın vəziyyətini meyli iqtisadi cəhətin bolsun veya ki şu bütün ticaret meselesi dünyanın arqası şeylerdir ki Hormuz boğazdan keyin bir yerden toslub qilishi bilan dünyada hamma davlat bunun ta'siriga uchrayotganligini aniq ko'rib turibmiz. Xilma-xil suhbatlarni qildik, doktorlarmi, mutaxassisimiz bilanmi xilma-xil her tarafdan hem suhbat hem müşahaplik programımızda to'xtaldik. Bugün inşallah hele xabarimizin ahirida bunu biraz bu kelishimning nimani bildirdiganligini suhbat qilamiz edi. Reuters agentligi albatta bu fakat Reuters emas, dünyadaki barlıq nüfuzluq axbarat tuyuqsiz bu aslida kutilgan vaqtida 19 iyun Shveysariyada rasmiy imzolanmoqchi. Uningga masaqlamay turiblam Trumpninki şu Fransiyadagi vaqtida kechtamaqdan burun bu imzo İran bilan bo'lgan kelishimga, urush to'xtatish kelishimga imzo qo'ydi. Trump Fransiyada İranning prezidenti İran'da turup tor arqali hammasi e'lon qilishdi hamda. Shunda bir tuyuqsiz dünya nima olmasa bir urushdan biraz olsun degan bo'ldi. Arada 60 kunlik bir nima bor hamda. Shu 60 kun jarayonida 14 moddalik bu qitim ikki taraf imzo qo'ygan 14 moddalik kelishim haqiqatan dunyoning diqqatini tortgan bir kelishim bo'ldi bu. Mesela bir qanchisini tilga ilishga to'g'ri kelsa, ele suhbatda tafsiliy holatda deymiz. Barliq frontlardagi hozir bo'layotgan mayli Isroiliyaning Livan qaratayotgan urushi bo'lsin va shu Amerika Isroiliya İran qaratayotgan navbatdagi urushning hammasi butunlay to'xtaydiganligiga bu birinchi modda tilga ilingan Livanning mustaqilligi ham kafolatga ega qilinishi kerakligi tilga ilingan. Ikkinchi Amerika va İran bir-birining ichki ishlariga aralashmaydiganligi bu 14 moddaning ichida. Oxirgi kelishim 60 kun ichida tamomlanadiganligi tilga ilingan. Uchinchisi bo'lsa Amerika dengiz muhosirasini butunlay oxirlashtiradiganligi, paraxod qatnashininki ilgirki hajmga mos holatda Hormuz bo'g'ozini o'tayotgan bu tijoriy kemalarninki davamlıq ötüdüğanlıqı, hatta bu 60 gün içinde hiç kimden bir tiyimi pul elinmaydıqanlıqı maddesi kirgizilgan. Amerika ahirki kelishimden keyinki 30 gün içinde İran chegarasiga yaqin joylardagi armiyasini keyni chekindirdiganlıqı ham tilga ilingan. Savdo paraxodlarining qatnashi darhol boshlandiganlıqı. Hatta shu kelishimga imzo qo'yilgandan keyin hozirgacha to'xtab qolgan bu İranning neft gaz ishlab chiqarish nurg'uldir bombardıman qilingan bo'lsin, %80% darhol shu imzodan keyin ishga kirishganligi haqidagi xabarlarni ko'rdik. Va Amerikaning İranning qayta qurilishi uchun 300 milliard en az bo'lganda dollarlik bir iqtisodiy plan. Albatta buning ichida tafsilotni hammasini deb o'tib uchun keragi yo'q. 14 moddalik bu modda qarg'a vaqtida butunlay Amerikaning tamamen yengilganlikidek bir ko'rinishni va nurg'un mutaxassislar bu urushda Amerika Isroiliya yengildi, İran o'zining maqsadiga yetdi deyotdi. Bu so'zlar tilga ilinyapti, chunki
kelishimde bir yerde İran'a nispeten yıllardan beri dep kelayotgan bu yadro qoral ishlab chiqarmaysa, uraniumni nima qilmaysa degan mushunga qo'shildi İran degan narsa bor moddalarning ichida. Qolganning hammasi İranninki manfaati uchun bo'lgandek bir ko'rinishni ko'ryapmiz. Albatta buning nima ma'no kelganligini hali suhbatda doktordan so'raymiz, Erkin Akram efendimdan. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak, Xi Jinping va Xitoy Kompartiyasi ayblangan qaror loyihasi ma'qullandi. Albatta qadrli ko'ruvchilarimiz, Amerikada har doim mana shunday xilma-xil qonunlarning, qaror loyihalarining ma'qullanib kelayotganligini pat-pat degidek ko'rib turyapmiz. Bu qatim Amerika Kengash Palatasida Xi Jinping va Xitoy Kommunistik Partiyasining uzun yillardan buyongi insoniy huquqlarni dafsanda qilish, azsalliq millatlarni bostirish. Bu albatta bugun biz asla azsalliq millat emas, yani biz bilamiz qo'yamda. Zaminning egalari hech qachon nüfusimiz, yani 100 ming nüfus olsa o tuproqning egalari asla azsalliq millat bo'lamaydi. Ama bugün dünyanın siyasi vaziyeti şuna bo'lganligi uchun, Xitoyning ishg'oliyatidagi bir zamin bo'lganligimiz uchun, Xitoy davomli dunyoga buni shunday bildirib, shunday ifodalab kelganligi uchun, shunday qaror e'lon qilingan vaqtidami, nüfuzli dokumentlarda e'lon qilingan vaqtidami, shu tirnoq ichidagi bu Xitoy ishiltib kelayotgan shu azsalliq degan millat degan bu hukm ishiltib kelyapti. Albatta buni düşünüşümüz gerek. Müşahede deydik hem de bu yerde şu kararda insani hukuklarını defsende kılış, azsalliq milletlerini bastırış, xalqaralık tertibini buzuş, hem de Amerika'nın devlet bexatarligiga tehdit selish qatorliq qilmishlarini qattiq ayıplaydigan qarar loyihasi ekanligi. Bu qarorniki bu qatim Kengash Palatasida ma'qullangan qarorniki. Nurg'un Amerika ovozi va boshqa nüfuzli axborotlarda berildi. Mazkur qaror loyihasi 16 iyun Amerika Kengash Palatasida o'rtaq ovoz bilan qabul qilindi. Qarorda Xi Jinping dunyoni aldash, tinchlik va bexatarlik yuzlanishiga buzg'unchilik qilish, insoniyatga qarshi jinoyatlarni planlash qatorliqlar bilan ayblangan. Yani bunu izchil davomlashtiryapti Xi Jinping degan asosda. Mazkur qarorda oldi bilan Xi Jinping va Xitoy Kommunistik Partiyasining Xitoy virusi tarqalgan mezgilda virusning kelib chiqishi va yuqumlanish xavfi to'g'risida yolg'on uchur tarqatish orqali xalqaro jamiyatni qaymoqtirib, dunyoviy sog'lomlik krizini ig'irlashtirganligi, Amerikaga bergan va'dasiga qaramay fentanil masalasida unumli tadbir qo'llanmaganligi ayblangan. Bu albatta hammamiz biladigan masala. Trump shuning uchun buni Xitoy virusi deb izchil holatda shunda Xitoy ayblab kelganligini bilamiz. Heylig'icha hal bo'lmay kelayotgan masala mayli fentanil bo'lsin yoki virusning kelib chiqishi masalasi bo'lsin. Yana qaror nimada iqtisodiy va bexatarlik jihati bo'lsa, Xitoyning dunyo savdo tashkilotiga kirgandan keyin bozorni ochib etish, aqliy mulk huquqini qo'g'dash qatorliq va'dalarga amal qilmaganligi, uzun vaqt adolatsiz savdo siyosati yurgizganligini, bir balvoq bir yo'l tashabbusi orqali ta'sirini kengaytganligini, qarz va ul aslaha qurilishlari orqali taraqqiy qilayotgan davlatlarga siyosiy ham iqtisodiy besim tushirganligi tanqid qilingan. Biz davomli so'zlab kelayotgan masalalar bu. Mayli bir balvoq bir yo'l plandagi masala dunyo bugun nurg'un davlatlarning shu plan bir balvoq bir yo'l planning ichida o'tgan davlatlarningki hammasi nurg'unlagan davlatlarning qarz botqiga potirib u yerda nimalarni qilayotganligini bilamiz. Suhbatlarni qildik nurg'unlagan qatim bu masalada. Demak, mana shunday jinoyatlarini Xitoyninki tafsiliy holatda bu yerda o'tirg'i qo'yilgan. Qarorda yana Xitoyning yaqinqi yillarda Tayvanga harbiy bosimni kuchaytirganligi, Janubiy dengiz va Filippin atrofidagi dengiz rayonlarida jiddiy harakatga o'tganligini, shundaqlar Rossiya, Iran va Shimoliy Koreya bilan ichki jihatdan munosabat saqlab kelganligi ayblangan. Yana qarorda inson huquqlari masalasida bo'lsa, Xitoy rejimining Sharq Turkistonda Uyg'urlar boshqa musulmon millatlarga qarata keng ko'lamli qamash, siyosiy jihatdan bostirish, majburiy assimilyatsiya qilish siyosatlarini ijro qilganligi, Tibetdagi madaniyat bostirishlari ayblangan. Yana qarorning oxirida Amerika hukumati xalqaro Magnitskiy qonuni qatorliq qonuniy qurollardan foydalanib, Xitoy Kompartiyasining aloqador amaldorlariga jazo tadbiri qo'llanishga chaqirilgan.
Hükümet bunu işletishi kerak degan asosda. Xabarda qayd qilinishicha, bu qaror siyosiy xarakterlik bo'lib, qaror loyihasini sunuvchi parlament a'zolarining va qo'llovchilarning Xitoyga qarshi keskin maydonini bildirgan. Qonuniy cheklimi kuchmi ega emas ekan hamda bu albatta bu oldi bilan nurg'un bosqichlardan o'tib andan keyin har qanday bir qaror qonun loyihasiniki Amerikada o'ttirib qo'yilib ko'p sonliqning ovoziga erishgandan keyinmi besib o'tadigan bir qancha bosqich borligini hammamiz bilamiz. Oldimizgi kunlarda albatta buning bir natijasi chiqishi mumkin albatta. Xo'sh, yana bir xabarimizga kelsak, Malayziyadagi xalqaro yig'inda Sharq Turkiston masalasi kun tartibga keltirildi. Albatta bu qatim Malayziyadami bizningki Uyg'ur tashkilotlarininki bo'lib shu xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi yillardan buyon ilgarimi va shu Sharq Turkiston inson haqlarini ko'zish jamiyatininki shu yaqinqi yillarda Malayziyadami kuchli xizmat qilayotganligini bilamiz. Bu qatim yana shu inson haqlari, ya'ni Sharq Turkiston inson haqlarini ko'zish jamiyatining raisi Abdurashid Amin Hoji Malayziyada Taylanddagi Uyg'urlarning jiddiy va echinishli vaziyati haqida ma'lumot berdi. Bu yig'in hamda 11-iyun kuni boshlangan bo'lib, Malayziya Diniy ishlar ministrligi va Musulmon dunyosi oliy kengashi tomonidan uyushtirilgan 3-navbatlik xalqaro diniy rahbarlar yig'iniga qatnashgan vaqtida Uyg'urlarga vakolatan bu Sharq Turkiston inson haqlarini ko'zish jamiyati raisi qatnashgan. Shunga bu yerda Sharq Turkiston yoshlarga vakolatan so'z qilgan vaqtida Uyg'urlarning navbatdagi vaziyati haqida to'xtalgan. Yig'in jarayonida Malayziya Bosh Ministerligi ishxonasi va Tashqi ishlar Ministerligi maslahatchilari shunaqla Malayziya Diniy ishlar boshqarmasi, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, Musofirlar oliy komissarligi, amaldorlar qatorliq bir qator hukumat va ommaviy tashkilot rahbar va a'zolari bilan ko'rishishga bu yerda ko'rishib, Uyg'urlarning vaziyatini ayrim ham yig'inda so'z qilgandan boshqa ular bilan suhbatlashish jarayonida o'ttirib qo'yganligi bildirildi. Suhbatlarda hozir Taylandda qiyin ahvolda qolgan Uyg'urlarning masalasi muhim tema bo'lgan. Albatta, shunga o'xshash faoliyatlarda biz bugun programma birdamdan doktor bilan suhbatlashgan vaqtida o'tgan haftadagi xabarimizda bergan shu Taylanddagi ikki Uyg'urning o'limga hukm qilinish masalasida savol so'rayotgan bugun men uni so'rayman. Taylanddagi u masala ham jiddiy bizni bearam qilayotgan masala. Mushuna bir paytda, mushuna bir ahvolda ham u Uyg'urlarimizningki ham tutib turilayotgan navbatdagi Uyg'urlarningki masalasining tiliga ilinishi inshaalloh muhim bir masala. Rasmiyada bugungi qisqa xabarlarimiz, bu haftadagi qisqa xabarlarimizdan bir qanchasi bor. Amerika Oliy sud mahkamasi HMTX Industries va bir turkum import qiluvchilarning norozilik arizini rad qilgan bo'lib, bu qaror Trump hukumatining Xitoy mollariga qo'yilgan tamojna bejining doirasini 50 milliard dollardan taxminan 370 milliard dollargacha kengaytirish huquqini e'tirof qilgan Federativ sud mahkamasining 2025-yildagi hukmini kuchga ega qildi. Albatta bu intayin muhim bir xabar. Xitoyga bo'ladigan texmi ko'p jiddiy oldimizgi kunlarda ular qaratilgan qo'shimcha boj masalasi. Turkiya Savdo ministrligi bo'lsa, importda adil bo'lmagan raqobatning oldini olish belgilamasiga asosan Xitoy va Janubiy Koreyadan kelgan po'lat temir mahsulotlariga cheklama qarori chiqargan bo'lib, xususan Xitoydan kelgan mahsulotlarning to'kma qilib setilishiga qarshi 32,4%gacha cheklama beji qo'yish qaror qilindi. Ama şu ahirki yıllarda köp anlaydıgan bulduk bunda haberlerini. Şu Türkiye Savdo Ministerliği'nin çünkü Türkiye'de Xitoyninki kun siri şu yerlik sanaat işlep çıkargıçılarını, sanatçılarını, zavod korxonalarni qandaq ta'sirga ziyonga uchratayotganligi ma'lum bir masala. Shuning uchun pat-pat shundaq qarorlarni e'lon qilib, uningga qarshi bu yerdagi yerlik ishlab chiqaruvchilarni qo'g'dash uchun shundaq qarorlarni chiqaryapti. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak, Tayvan hukumati Xitoy ichidagi siyosiy besimdan va iqtisodiy qiyinchilikdan zerikkan shaxslarni nishonlagan yangi bir istixborot taktikasini yo'lga qo'ygan bo'lib, yangi qurilgan bir torbat orqali Xitoy fuqarolarini istixborot uchurlari bilan ta'minlashga rag'batlantirdi.
O'tganlarda biz Amerikanınki sınlıq şekilde video e'lon qilgandi. Yani Xitoydan odamni shu Xitoyningki kommunistlarning muhim yerlarda ishlayotgan quldi ma'lumot bor. Bularni o'ziga tortish, qaratish. Bu qatim Tayvanmi texnik Xitoyni chiqarishtirgan bir harakat albatta. O'zininki Xitoy bilan bo'lgan munosabatida cho'ng bir kozir bo'ldi-da hamda muhim ma'lumotlar odamlarni setib oladi o'ziga. Yana bir xabarimizda Amerika hukumati sun'iy aql shirkati Anthropic'ning eng ilg'or modellariga davlat sirtidan erishishni cheklagan bo'lib, mazkur qarorning orqasida Xitoyga chetilgan uchur oshkorlanib ketish gumonlari, davlat mudofaa bexatarligi andishalari o'rin olmoqda. Xabarning tafsilotida nurg'un masalalar bo'lib, Xitoy manbalik josusluq nimalarniki, hakkerlarniki qandaq ishlarni qilayotganligi tilga olingan. Shuning uchun elingan muhim bir qadam ekanligi bildirilgan. Xo'sh, unda bo'lsa, agar doktor kirgan bo'lsa, suhbatimizni boshlab ketsak. Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Hurmatli doktor, oldi bilan qimmatli vaqtingizni chiqarib ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun ko'pdan-ko'p rahmat aytamiz. Sizlarga rahmat aytaman. Rahmat. Doktor, oldi bilan Amerika İsrail'e İran urushini biz boshlangandan buyon qanchalar qatim suhbatlashdik. Oxiri 107 kun bo'lgan vaqtida bu urush to'xtaganligi haqida hamda ikki Trumpninki va İran prezidentininki imzolashi bilan rasmiy jakarlangan bo'ldi, to'xtagan bo'ldi. Dunyo bir urushdan qutulgan bo'ldi. Ammo lekin bu 107 kun bo'lgan vaqtida jakarlangan 14 moddalik kelishim tekstiga qarasak, haqiqatan Amerikaning jiddiy bir şekilde mag'lub bo'lgan bir kayfiyatni ko'ryapmiz. Oldi bilan bu albatta dunyoga nurg'un hozirgacha har jihatdan bir kriz ichida turayotgan dunyoga bir nafas olgan bo'ldi bu urush to'xtashining jakarlashi bilan. Lekin bu moddalarga qaragan vaqtimizda nimalarni his qildingiz? Amerika uftudimi bu ikki davlat, yani Amerika, İsrail ve İran. Yani bu ikki tarafninki qaysi ufutgan bo'ldi, qaysi ufturgan bo'ldi sizce? Xo'sh, Amerika ufutmadi, İran'ı uftur etmedi. Jang vaqtincha to'xtadi, ama ikki tarafning urushi to'xtamadi deb ko'raman. Keyingi shu 500 yilninki urush tarixi, yani jang tarixiga qaraydigan bo'lsak, 20 dan ko'p janglar hammasi maqsadga erishamagan bir janglar va sababini to'liq bilamay va shundaqla natijani to'g'ri olamagan janglar hammasi. Misolga bizni eng ko'p bildigan janglar qaysi desa, mana Koreya urushi misolga, mana Vyetnam urushi degandek, Afg'oniston, mana Iroq degandek, Libiya degandek. Bunlar hammasi qutqan bir janglar emas. Shunga o'xshash İran'ningki jangni Amerika tarafı tutmadı deymiz. Nimaiki bunda deymiz deganda, har qanday bir jang cho'qim siyosiy bir maqsadning amallashishi uchun qilinadi jangchi. Agarda bu jang shu siyosiy va siyosiga ergishib, iqtisodiy, ticari, finans, yani pul muamelesi, enerji degan nurg'un manfaatga aylantiramasan, bu jang bekorga qilindi degan gap hamdi. Hozir bu Trumpning eng boshda degan maqsadlari bor. Misolga İran rejimini o'zgartirish va İranliklarni qo'zg'andirib hokimiyatni o'zgartirish. Hakimiyet peşindeki adam öldü. Yani bu Şii dünyasının lideri Ali Khamenei öldü, doğru, ama oğlu öldü. Bunun da çık bir özgürlük olmadı. Nurg'un komutanlar öldü ama olanın yerini yanı toldadı. Hoş. İran'ınki yadro kurallarını to'xtatimiz, yo'qitimiz, etimiz dedi. Bunu ama to'liq qilamadı. Mavu Hörmüz boğazını açımız, tutimiz, biz el qilimiz dedi. Bunu mu qilamadı? Hazır İran'ın kolu öttü. Eksice İran'ın kolu putu yeşildi. Ambargo körüvatkan İran kolu putu yeşildi. Bunun için dünya ile
münasebetini texima etraflı kuralaydı. Bundan keyin ambargo ketip kalgandan keyin başka devletler İran bile münasebet kurgan çağda korkmaydigan buludu, ensirmeydi. Misal Xoş, Xitay, xoş. misal Rusya. Bu nima İran'ınki Kafkasya, O'rta Asya, bu Cenub Asya, A taraf yani Şark taraf bilan bo'lgan munosabatlarni qo'yiqlashidamdi. O'rta Sharqda texima o'zining kuchini ko'rsatyapti va qo'shni davlatlarni bo'libmi Arab davlatlarini texima tahdid qila oladigan, texima kuch ko'rsatadigan, unda hayva qila oladigan bir holga kela oladi. Yani Amerika bu jangni nimaga qilib da jangni echib da qanday bir maqsadga erishdi. Shuningga bu hozir bir kelishim imzo qilyapti, ammo bu kelishim bunda bir kelishim. Yani bizningki shu jangni to'xtatishninki niyatimizni belgilaydigan bir kelishim bu. Xoş. Bu kelishimning ichidagi moddalarni to'liqlash uchun bir 60 kun lozim hamdi. Bu 60 günün içinde qanchalik müzakere kılınalaydı, kılınamaydı, nurgun nazik meseleler var. Bunu hal qilishma bence pek qiyin ko'rinyapti. Shunga bayağı dedim, belki jang to'xtadi ama bu urush to'xtamadı. Aslında jangninki to'liq to'xtatishma biraz gumanlık. Yani bu işin içinde bir İsrail degan bir mesele var. İsrail'ninki Hizbullah'a karşı, Gazze'ye karşı bu ilip bağlan bu uruş janglar bu kelishimninki bir terkibi. Yani Amerika, İran arasında kelishimning bir terkibi. Bu kelishimninki bir tarafı İsrail emas. Undaqda İsrail ertugün ben bu kelishimga aralashmagan, ben imzo qilmagan, ben o'zim bilganini qilaman desa, yanala qila oladi. Shunga bu bir gap bor, her birini uğusuga çekinip koyup, her taraftan çekip olgandek bo'lib qoldi hozirgi olmuş hamda. Hoş. Xoş. Hakikaten hem de doktor hem de deganinizdek urush boshlangan vaqtida shunchalar cho'ng so'zlar bor hamda chuqum shartsiz taslim bo'ldi u bu degandek İranni. 107 kun bo'lganda hamda bu moddalarda hamda İranninki o'sha yadro hem o'zi ishlamaydigan yadro uranium masalasini qurolga erisholmaydigan hem boshqa davlatdan setib ololmaydigan bu shartdan boshqa bu 14 modda qarasangiz hakikaten bütün hatta to'ng'iltilgan mol mulklardan tortib hammasini İran'a qaytarib berish masalasi tilga elingan bu yerda. Hem Amerikani va İsrailiyani ham shu rayonda hatta İranning sharti bilan shu Livandagi hozir İsrailga urib bombalayotgan Livandagi urushning to'xtatilishi sharti uning ma'qul deyilgan shaklda. Hatta shu İranning qayta qurilishi uchun shu moddalarning ichida Amerika İranning qayta qurilishi uchun eng az 300 milyard dollarlik bir iqtisodiy plan. Buni xuddi to'lam to'lagandeklar bir narsa hamda bu. Ama shunday narsaga majbur qilgan narsa nimamiz sizcha? Amerikani, İsrailiyani. Amerika bu jangni echib qo'yib, nurg'un iqtisod ziyonga sabab bo'ldi. Misolga shu neft, tabiiy gazni, shu energiyaningki bahosi o'sib ketdi. Onunki altın, kumush, mis deganlarninki o'sib ketdi. Amerikaga bir iqtisod jihatdan besim bo'ldi. Shundaqla xalqaro iqtisodiga bir besim bo'lib qoldi. Bu devletler Amerika'ya bo'lgan bir besim paydo bo'ldi. Demek bu Trump köperek şu iqtisodning yaratgan ziyinini esas olgandek turdi. Yani kelgüsü ve xalqaro munosabat yoki devletninki oliy manfaati degan jihatdan o'ylashmaganligini ko'rsatdi. Misolga deylik, şu İran bir aciz bo'lib qolgan bir devlet. İqtisad uzun müddet devam kılamaydıgan bir devlet. Eğer de Amerika bütün gücü bile bazı devletlerine yeni eptirip İran'a neçe ay şunda uruş jangni qilsa, İran teslim bo'lishga mecbur qaladı. Ama iqtisod nacharlashgandan keyin Amerika derhal to'xtab qoldi. Demek bayağı men degandek
bu Trump bir ticaretçi boğaçka, savdogar boğaçka, köperek şu solda zıyınını karab bu canını toktattı. Aslında bu canını toktutuş, yoki hozirgi urushni to'xtatish İran'a payda bo'ldi. Boya degandek nurg'un jihatdan yana nurg'un narsani sanalaymiz hamda İran'a bo'lgan foydali tarafini. Shuningga bu İran'ni ma'qul da'vatida. Boyagi degan bu 300 milyar dollar meselesi Amerika tarafidagi tushuntirishda, ya'ni İran'ning shu yeniden şehirlerini bombardıman qilgan yerlarni yeniden yasab chiqish u bu deganga Amerika'nın şirketi pul ilib bu yerga mablag' soladi. Bütün pulninki cemi pul 300 milyar deydi. Ama İran tarafdagi tushuntirish bu urush qilg'achqa, xato qilg'achqa, xatosini to'ng'achqa hozir bu urush to'lam pulini ba'di deb tushuntiryotdi. İran taraf tamamen şu Amerika yenildi, bizge ufturtmadı. Dünyanın en çoğun devlet bizi bile uğraştı ve yenilip kaldı. Biz kutuvaldık diyen teşvikatını kılvadıdı. İran aslında belki hemimiz dikkat kılandığımız şu can başlaştığın evvel bir 10 neçe yıl İran'ın şu cemiyette siyasi kuruluş cihette, iktisat cihette, nurgun cihette bir acizlik vardı. Cemiyetten karşı çıkan namayişler köpeyip gitti. İran'ın ki şu mevcut rejim, mevcut şu tüzüm aciz kılıp cemiyetke cevap veremeydiğen sakçının, harbinin gücü bile bastırıp turvatkan bir ceryanda Amerika bu canını kıldı. Ve Amerika İsrail'inki kütkine şuydu. Biz şu Bişi'deki Ali Homini'ni öldürsek İranlıklar hemisi kolsun gidip onun bu İran'ınki mevcut Molla rejimine çıkıp yoktat dedi de oyladı. Ama bunda oylamadı. Yani çet devlet İran'a hücum kılgan çağda her kanda bir İranlık, meyli hükümetke, Molla rejimine narazı olan İranlıklar bu İran devleti, İran milletine karşı hainlik kılmaydı. Bulup mu bu cende? Şununla muhakketim bu cendin kim? O İran biz yeni aldık dedi o. Hazır bu Molla rejimi tekimi güçlendi. Hem de bayağı ben diyeceğim o halkının kozguluşu, hakimiyetine karşı namaş kılışı, o bula hem de tekimi katlı kollukla bastırıldı hem de. Anondikin Xitay'dan ağam şu 100 tarama deyimiz var ki elektronik 100 tarap resim aldığan sistem bile ve başka dijital sistem bile cemiyetine tekimi Şark Türkistan'ı kontrol kılan, tekimi İran'ı kontrol kılan algı kim oldu hem de. Bunu kılvatatı aslında, bunu tekimi güçlendirdi hem de. Şununla jığıp gelgen çağda İran rejimi tekimi güçlendiren oldu ama Amerika İran'a karda o vaktince bir canını toktatkan bile arasındaki bu ciderler tügmedi. Bulup mu İran bunun dinki yadro gücünü yartış ve yadro kuralını yartış yolu kırdandı. Çünkü İran şunu biliyordu, Şimali Kore yadro kuralı iyi boğaçka hazırgıcı bir devlet kopup bu Şimal Kore'ye bir hücum kılaylı uğraylı demeye vatıdı. Öz vaktida Kaddafi'nin bu yadro kural işlep çıkışını toktatkaçka yani bir iki yıldan kinle bir şeye anda geldiğinde devlet hakimiyet etti hazırmış o da. Irak mı şundaktı? Irak bir vaktlarda yadro kurallarını işleyimizde mehbi ilip bir vatattı. İsrail'in ki hava kuvvetleri, hava ermileri bombardıman kılıvetti. Ahiri şu bu xatarlik askeri işlemedi ama ahiri Irak mı hazır acizleşip içki başvuruş tüzümü parçalık etti. Çünkü bence İran
bu Amerika bilan nima bo'lsa bo'lsin, shu yadro qurolni mayli yipiqli bo'lsin, yoshirin bo'lsin, mayli ochiq bo'lsin, buni ishlab chiqardi deb o'ylayman. Bundan keyin hamda bu bundaq bir atom bombada, hidrojen bombani ishlab chiqargandan keyin İran'a jang qilish bundan keyin texmi qiyin bo'ldi. Hozirgi Shimoliy Koreyaning misoliga bo'lgandek, bu yadro qurolga ega bo'lgan 5 davlat var, bu Birleşmiş Devletler Teşkilatı'nın xavfsizlik daimi a'zosida bo'lgandek, ular bir-birisiga uramaydi hamda. Jang qilib to'pyakum jang ochamaydi. Shuning İran'a bu sebepten hem kolu putu yeşilgandek, hem de harbiy kuchini kuchlantirilgandek, hem de bundan keyin chet mablag'lar kirishga boshlagandan keyin bütün boyliqlarni hammani ishlatiladigan holga kelalaydi. Ve shundaqla İran'la bir Suudi Arabiston ve onundanmi boy enerji jihatdan boy bir devlet holiga aylanishi mumkin. Bunda bir ahvol paydo bo'lyapti. Xo'sh. Xo'sh. Ko'pdan ko'p rahmat. Endi Tayvandan bir xabar vardı. Şu xabarni bir o'qib o'taylik oldi bilan. İlgari biz Amerikanınki bu şekilde video e'lon qilganini ko'rgan hamda hozir Tayvan masalan Tayvan hukumati Xitoy ichidagi siyosiy besimdan va iqtisodiy qiyinchilikdan zerikkan shaxslardan nishonlagan yangi bir istixborot taktikasini yo'lga qo'ygan bo'lib, yangi qurilgan bir to'rbat orqali Xitoy fuqarolarini istixborot uchurlari bilan ta'minlashga rag'batlantirdi degan bir xabar chiqdi. Eğer biz sizden suhbatlashgandik, bu Amerikanınki videoluk sınlıq şekilde unda qildi. Xitoy onun qattiq norozi bo'lib. Ham Tayvanning bu şekilde biraz chiqarishi sizga texambak o'ttirdi. Bundan keyingi bosqichda munosabatni texambak yiriklashtiradigan bir ish albatta. Bunga qanday qaraysiz? Bu xil uslub nurg'un davlatlarda bor. Şu internet, dijital teknologiya yo'q vaqtidami bundaq nimalar bordi. Misalga Amerika'nın ya da G'arbninki Moskvadagi bir ticari ishxona mundaq rolni o'ynatdi-da. Bu Sovetninkimi Amerikada ya da Germaniyadami bunda nima bor. Hozir texmi o'ngaylashib qoldi bu. Ya'ni bir internet torbetiga kirgandan keyin torbet seni qo'g'daydi hamda. Bu yerga kirib chiqqanligingni yushirib beradi. Hamda hozir bu istihborot masalasida hozir %85 istihborot shu uch manbalardan elektronik shu internetda topqili bo'ladi. Ama buni xalqancha bunda istihborot o emas diyemaysiz, buni mutaxassis qilish lozim buni. Çünkü her ko'ringan xabar, her ko'ringan narsa istihborot bo'lmaydi. Xo'sh. Ama bu yetmayotdi. Shuningga bu misalga Tayvandan esas alsak, Tayvanliklarning Xitoydami shu istihborot nimalari bor, to'g'rilari bor. Evetken casuslar var. Ama yaqinqi bir qancha yildan beri Tayvan'daki işpiyonları Xitoy tarafdan tutulup gitbardı. Hem de bu xavfni oldini olish uchun bu internet torbeti bilan qilish texmi xavfsizlik bo'ladi-da hamda. Shuningga bu Xitoyda hamda o'tganda bayağı siz deb o'tdingiz, Amerika CIA bunu qildi. Hozir bu Tayvanni qilmoqchi. Yani Xitoy haqida mayli jamiyat xarakterlik, mayli harbiy, mayli siyosiy, iqtisodiy, energiya, shu pul muomalasi har sohadagi bilimlarga ehtiyoj bor. Xo'sh. Bu bilgilarga ega bo'lgan chaqda undan keyin Xitoyga qarshi siyosatni texmi natijani yaxshi oldigan bir siyosatni belgilalaydi. Bo'lmasa qarshi bir siyosetninki bir bedeli bo'ladi, to'laydigan bir bedeli bo'ladi, ziyoni bo'ladi. Shuningga Xitoy haqida texmi to'liq, texmi inchiq, texmi cho'nqur ilmni elish uchun bu torbetni ochgan bo'ldi. Ikkinchisi,
bu torbetni içiş bilen Xitay hakimiyetini bir avarcılıkka seliş. Yani bizdeki bu akbarat ne ekip bardı, bunu kanda to'raymiz, to'saymiz deb avar bo'lgan gap. Yani Shu. Xitoyning istihbarat teşkilatı bu meselede avarchilik uchraydi. Uchraydi. Ya Xitoyni setibla qochadi Tayvanga bu shakl bu orqali. Shundoq, shundoq. Yana bir sebep bo'lsa, bu Xitoy jamiyatini bir nima ansirashga selish. Yani xalqning arasında bu Tayvanliklar işte torbet içikli u yerga kirib salsak jataqga yoki men kirmisammi bizningki istihbarat, yani Xitoyning istihbarat meni kirdi deb, shuning bilan meni tutib akitami deb jamiyatda bir qaylanqanchilikni yaratish, hukumatda davlatga bo'lgan ishonchlikni ojizlashtirish degandek shu xil sabablar bor deb o'ylayman, yani Tayvanning. Xo'sh. Ko'p rahmat doktor. Hamda o'tgan hafta vaqtimiz udulkanmay qolg'achqa suhbat qilinmagan bir muhim masala bor bizlar uchun. Sizga ma'lum bo'lgandek, bu Tayvan 10 yildan ortiq vaqt sotlab tutib turgan bu ikki Uyg'urga o'lim jazosi ba'damdi. Bu nihoyatda g'ulg'ula qo'zg'agan bir masala albatta bizlar uchun bu. Shu o'tgan hafta bergan xabarimizda keyin yana boshqa shu kuni masalan shu hukm chiqqandan keyin Dunyo Uyg'ur qurultining sobiq raisi Rabiya Qodir xonim bunga norozilik bildirib bayonot e'lon qildi. Keyin orqasidagi kunlarda boshqa tashkilotlar bayonot e'lon qilgan bo'ldi. Endi bu hafta ichida 11-iyun shu Markaziy Fransiyada bo'lgan Xalqaro kishilik huquq federatsiyasi bu sudning hukmiga bayonot e'lon qilib, Tayland sudining Bilal Muhammad va Mirali Yusuf ustidagi o'lim hukmini qonunsiz deb aybladi va hukmni darhol amaldan qoldirishga chaqirdi. Bu tashkilot albatta nüfuzli 1922-yili qurilgan va dunyoda 100 dan ortiq davlatga 200 dan ortiq tashkilotning hamkorlik asosida qurilgan nüfuzli xalqaro bir tashkilot ekan. Shu shaklda bir bayonot e'lon qildi. Shunga Tayland sudininki shunda uzun bu bayonotda munoyat shu boshdan oxir holatda bularning tutib turilish jarayoni, sotlanish jarayoni butunlay qonunsiz holatda inson haq huquqiga zid shaklda nihoyatda xorlangan shaklda tutib turilganligini tafsiliy holatda deb turibdi. Bu hukmga qanday qaraysiz? Bu hükümninki uzun bitişininki bir qancha sebep var. Xo'sh. Birisi en başta bu Tayland hükümeti yüzüncük Uygurlarını Xitayga topshirib berishgan. Bazı Uygurlar bu intiqomni ilish uchun mushu bombardiman ishini, bomba patlash ishini qildi deb boshlagan. Agarda bu vaziyat bu sebep mushu bo'lgan bo'lsa, bu sotlash biraz bir siyasi sebeplerden tüpeyli. Xitay'nınki bisim siyaseti ve şundakla Tayland'ınki bu mesuliyetsiz bir şekilde Uygurlarını tapşırıp bir işi degandek bular siyasi meselege kirgeçke ve şundakla xalqaro bu qabul qilgan qimmat qarashga xilof bo'lg'achqa bisimlar kelgan. Tayland hükümeti bunu hal qilamagandan keyin, yani soti bu uzun turib ketdi. Keyingi bir 2 yilda hozirgi men degan ahvol ikkinchi planga tushib, birinchi planda bu ikki Uyg'ur bular terrorist edi. Bularninki undaqaligi o 100 necha Uyg'urni topshirib berishi bilan aloqasi yo'q. Xitoyninki Sharq Turkistonda ilib borgan zulm siyosati bilan aloqasi yo'q. Bular shu ish bir aloqasi bo'lmaydi. Yolg'izlar adam o'ltirman deblar Taylandga kelib buni qilgan. Chunki paketlar mushu deb. Bo'libmi qorlug'uchilar bunga tirishdi. Saqchilarmi mushu masalaga tirishdi. Bunda bo'lgandan keyin bu oxiri kelgan chaqda bir o'zgarishib qoldi. Yani bu bir terror faaliyeti. Yani Taylandning qonuniga qaraganda bularga idam jazosi berilishi lozim.
Yani bir sebep olsa bu Tayland'da nurgun Uygurlar yaşavattı hemmemiz bilimiz. Geçen yıllarda bu iş kalkan Uygurlarını Xitayga tavşırıp bergen oldu. Xoş. Bu tavşırıp verişinki sebebime Tayland hükümeti Xitay bilen münasebetini yenilaş ve tüzeş için Xitayga bir hediye bergen oldu. Şu. Yani bu adamlarni ilinla biz mi tutup tutmaymiz. Biz halkaranın bir isimgime karmaymiz. Birleşken Devletler Teşkilatı İnsan Hakları yukarı Ali Komiserliği karmaymiz. Tayland'ın ki Müslüman cemiyeti ve Tayland'ın İnsan Hakları Teşkilatı'nın bir isimgime karmaymiz. Biz bir elimizde hükümet biz ara bir karar verip 20 kişide kulağını oğurlap etmangam dek Şu. yolu verdi. Yani demekçi bunun hükümet taraftıma bir karar verişe başladı. Yani iş kalan Uygurlarını kaytırıp verişimle birlikte mavu ki Uygur balınımı şu ölüm cezasını bireyli. Şundakla Xitay bile boğa münasebet yakınlaşıdı ve Xitay'ın ki meblağlarını üzümüzge celip kılalayımız, tartalayımız ve bu Xitay'ın ki Tayland'ga uzangan bir proje var. Misalga o Singapur'da bir boğaz var o. Malakka Boğaz deydigan. Xoş. Bu boğazda şu Xitay'ın ki kimileri, nurgun kimileri bir yerden ötüşkü mecbur. Eğer de bu boğazını tosap jinim kıp kalsa Xitay ötemeydigan olup kalıdı. Şununla Xitay'ın ki tanıgan alternatif yani başka yolları var. Şu. O bir yol olsa ama Pakistan'dan Gwadar'dan Kaşgar'a bağlan yolunu içiş. İkincisi bu Myanmar, Burma. Arka denizden kiyipla Burma'ya kırıp Burma'dan Yunan'a gidiş. Yani birisi olsa ama Tayland'ın cenub tarafga, deniz tarafga qarab uzangan o zemininin tar, bağan sırı tar diye var. Xoş. O tar yerine kanal içi şununla bu Asya tarafga bardığan bütün kimiler meşeden ölse ve bunu Xitay meblağ sahası, Japon ve Cenubi Kore meblağ sahası büyüye bir canlansa digendek niyetler var. Yani bu siyasi, iktisadi ve bu jeopolitik yani hoşnuğu bula. Şu. Jeopolitik münasebetinden yani bu menfaatlerden tüpeyli bu şundan bir ahir gelip şu karlıqçılarının şu kararını esas kılgan yerge kelgen oldu. Bu devletler bolsun, meyli teşkilatlar bolsun, tenkit kısmı ama bu ödep git vardı. Yani bir sebep hem de bu biraz icrah bir sebep. Bu bolsa şu halkaranın siyasi tapınlığının özgürlüğü. Xoş. Bundan evvel, birkaç yıl evvel dünyada ememiz bilimiz insan hakları, demokrasi, halkara kanun, halkara tüzüm, halkara tertip degan narsa muhimdi. Bunu bozganlar bolsa halkaradan bir güçlerini teşkil kılıp bu bisim işletildi. Ama bu 2022'den keyin bu ABKM deganlar buzuluşga başladı. Buzulgandan keyin hazır bu şu insan haklarını qo'g'daydigan, demokrasiyani qo'g'daydigan degan gaplarni demaydigan bo'ldi. Qiziqarli bo'lgan shuki, hozir inson haqlari demokrasiyani eng ko'p Xitoy davatidi. Xitoy dunyoda yig'in ichiyotidi, nurg'un davlatlarda inson haqlari yig'in qilyotidi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining nurg'un organlarida bunda o'xshaydigan yig'inni qilyotidi, ko'rgazmani qilyotidi. Bu g'ayrati bir ahvolda hamda. Bu bisim xalqarada qolmadi. Shunaqa Tayland hukumati xalqaradan keldigan boyaman degan xalqaro qonundan, xalqaro shu qimmat qarashdan keldigan bisimdimi qutulgan bo'ldi va qo'rqmaydigan bo'ldi. Bence bu hukumatning ishchi tarafdan bunga qaror berildi, qarlıqçılarni qo'lladı ve derhal shunday bir qarorni beribla shu masaladan qutulayli, vaqtincha xalqlar tanqid qilib soladi. Ama iş ötep ketkenlikka hammadan unutib ketildi deb mushunday planlagan bo'lsa kerak deb o'ylayman. To'g'ri, haqiqatan. Hamda Xitoyninki bayonotida albatta nihoyatda zaharxandalik bilan shu xo'shal
acayip kollap bularni çokum qattiq jazalash kerak deb biz o'tgan hafta bütün jarayonni berdik Xitoyning bayonotini. Xo'shib ketganligi aniq hamda. Am sizce mushunda bir ahvolda ilgirkidek bir şu dünyada mushunda bir ikki Uyg'urning o'limga hukm qilinganiga va bu sotninki adil şekilde icra qilinmaganligiga nurg'un nupuzliq tashkilotlar bu yerda gap qilayotgan qonunsiz bu devatgan bir ahvol ostida bizning ilgirkidek masalan shu İstanbul'dan Türkiye'den Tayland konsulxonalariga chiqib qattiq namoyishlar bo'lib degandek bir jonliqlik qiladi mesela dünyada bir qancha tashkilotdan boshqa jimmati bo'lib ketishi hech qanday ish olmagandek bu tuyg'unlik bu nimaninki alomati bormi sizga? Bayağı Xitoyninki meselesiga bir ishga gap ketib o'tib ketay. Xitoyninki bayonotini balki sizlar qo'ygansizlar. Qo'ydik. Bu Xitoyninki shu bayonotida shuni tushunmoqli bo'ldi. Uyg'urlar Xitoyninki grajdan emas. Şu aniq. Ve shunda bir ish chiqqan vaqtida Xitoyning buningga sahip chiqmaganligini, ega bo'lmaganligini ko'rsatdi bu. Ve bu ikkisiga idam berilishi Xitoyni xo'shal qilganligini ko'rsatdi ve shundaqla Xitoy ve Tayvan arasındaki maxfiy yo'llarda bu ikkisi qanday kelishib olganligini bundan tushunmoqli bo'ldi. Shuningga Xitoy hokimiyatiga pek ishni ketish pek qiyin bir mesele yani. Yani bo'lmaslik lazım demekçiman. Yani bu Xitoyningki hozirgi bu hokimiyatga ishonmaslik lazım. Bu ashuni isbot qilgan bo'ldi. Endi xalqarodagi bu Sharq Turkiston tashkilotlari masalasiga kelsak, hozir men degandek xalqaro vaziyat o'zgardi. Chet eldagi tashkilotlar xalqaroning siyosiy ba'zi asboblarni işletiş yoki foydalanish bilan davoni ilib boradi. Ama burun işiltib жүрген asboblar birdan buzilib cho'gilib xalqlar buni atkaz qildi. Shuningga bu ishlamaydigan bo'ldi. Hozir ko'plab inson haqlari deganni so'zlab ayaga borsa bakchiq davlatlar buni tushunib ketmaydi, anglamaydi. Sanki yardım qilib ketmaydi. Özünün devleti bile bir vasıfmışında bir menfaat münasebeti bulmuşsa bu işlağa arlaşmaydan bir nimdeyimiz vahşi bir vaziyet bu ayınıp kaldı. Şununla o esvaplarını işitiş kıyım olup kaldı. Bu bir. İkincisi bu Şarkı Türkistan teşkilatlar bu şu 2022'den keyin asta bu tesir gücüne tesir gücü acizledi. Bazı teşkilatlar işlerini kılmaydıgan, bazı şahsiyetlerime işini taşlap kılmaydıgan olup kaldı. Esas şirket teşkilatlarıma içki ceddeki bu cideller ya ki bu özgürlükler bu teşkilatı acizlaştırdı. Yani bir sebep bu iktisat meselesi var. Bu iktisat meselesi bu teşkilatın ki gücünü acizlaştırdığı bir sebep hem de. Burun nurgun teşkilatlar bu yerden bir proje yaptırıp bir iktisatını kandıralatı hazır kılamaydıgan olup kaldı. Şununla bu teşkilatının her sebepten acizleşişi, halkara vaziyetinin andak özgürüşü, bu Tayland'daki bu meseleye tazalığı köngül bölemedi desem doğru bulmaydı. Tazı küçüğünü yetkizemedi. Şu. Aslında başta Tayland'da kıp kalgan, lagerde kıp kalganlarını Xitayga tapşırgan vaktidiler. Bu aciz kıp kalganlığını köylü buldu teşkilatlarını. Gerçi onlar dış baktı, onu bunu kıp baktı ama halkaradan devletler taraftan kildiğen bisim pek yoktu. Şununla Tayland bunu köyde yani mangacı bir ziyan kemeydi ben bu işini hal kılıbıda Xitay'ın açığını keltirip cümeydi. Aşında bir düşünceye keldi de oylayma. Yani çıkıp gelgen çağda teşkilat aciz, halkara vaziyet özgerdi ve bu işini tutamadı de oylayma.
Hoş. Hoş. Hayır, köptün köp rahmet doktor. Ziyaretimizi kabul kıldığınız için. Kıymetli məlumatlarını verdiniz. Rahmet sizge. Ben mi köp rahmet eytimen, sizlerge muvaffakiyet tilayman. Amin, amin. Rahmet. Allah razı olsun. Kadirli görürmelerimiz elbette bu kıyırındaşlarımız gibi. Arada 30 gün badiyen tukazi 20 gündür az kaldı. İnşallah bu advokatlarıma kayıt edin nimet sunumuz diyendi. Şu bu 30 gün işçide nimet şekilde itiraz bildiriş meselesi. Yani bu başka bir özgürlük, bu kalışını ümit kılımız ve bu jarayonda elbette başka narazılık bildirgen teşkilatlarımı bir hareket kılışı gerek dep qaraymiz. Bugünkü haberlerimiz bulardan ibaret. Allah ömür bası aldığımızdaki haftada görüşkice aman boğayslar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.